Yana bitta gemoroydan qutulganim bor. Sochim qanday? Ha? Nima bo'ldi? Ha? Gemoroyingiz bormidi? Bor edi. Xo'sh, tasvirlab bering-chi. Nima, qanday bo'lardi? Ichki gemoroy bor edi. Xo'sh, alomatlarini ayting. Alomatlari qon kelib turardi. Katta hojatda. Ha, katta hojatda qon kelish kuzatilib turardi. Aha. Hop, keyin ko'p o'tirib qolsa og'riq berardi. Yo, qayerlarga bordingiz masalan? Qanday svichalar qo'ydingiz shu paytgacha? Shu paytgacha bitta svicha qo'ydim. Qanday? Hemmerdan. Mikrofarmni Hemmer degan nima? Svichasi bilan parashogi bor ekan. Mana qo'yish kerak ekan. Ichib bo'ldingizmi? Buni hali to'liq ichib bo'lmadim. 10 kun bo'ldi olganimga. Xo'sh. Hozir ancha yaxshi, yumshoqlik. 10 kunga. 10 kunga qon to'xtagan endi bunday. Ko'p o'tirib qolsa, og'riqlar yo'q. Bemalol yumshoqlik bor ancha. Bilasiz, biz natijaga o'ynaymiz, natija. Hemmer. Короче, ko'zini uyadi. Tushundingizmi? Gemoroyni chiqarib yuboradi. Ana telefonlarga murojaat qilasizlar.